Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan birga quvonch va xafalikka taalluqli bo'lgan iboralarni o'rganamiz. Ulardan biri mimma yamlaul qalba farohan, qalbni quvonchga to'ldiradigan narsa, ya'ni insonni shod qiladigan narsa degan ma'noda. Misol tariqasida mimma yamlaul qalba farohan an tuzakirat darsa. Seni darsni takror qilishliging qalbni quvonchga to'ldiradigan narsadir, ya'ni insonni shod qiladi degan ma'noda. Va bu iborani antonimi mimma yamlaul qalba huznan, qalbni xafalikka to'ldiradigan narsa. Bunga misol mimma yamlaul qalba huznan alla tuzakirat darsa. Seni darsni takror qilmasliging qalbni xafalikka to'ldiradigan narsa, insonni xafa qiladi degan ma'noda. Xo'p, demak, mimma yamlaul qalba farohandan keyin kelayotgan fe'l yoki mastar bo'ladi yoki an mastariya bilan keladi. Misol uchun an tuzakirat darsa yoki muzakaratud dars deb bersangiz bo'ladi. Yo bo'lmasam anna vasixlardan anna bilan kelishi mumkin. Misol tariqasida mimma yamlaul qalba farohan anna kullal atfali yaqra'una al-kutub. Demak, barcha bolalarning kitob o'qishligisi bu qalbni quvonchga to'ldiradigan narsa. Buni antonimi mimma yamlaul qalba huznan anna kullal atfali yanamuna fi shari'a. Barcha bolalarning ko'chada uxlashligisi qalbni xafa qiladigan, xafalikka to'ldiradigan narsa degan ma'noda.